Ko'pchilik mendan so'raydi. Qaysi mashina tejamkor? Qaysi mashina uzoq yo'lga yaxshi? Elektrolaymi yoki gibrid? Hozir sizlar bilan aynan o'sha savollarga to'liqroq javob olamiz. Agar shahar ichida kam yursangiz, uzoq yo'lga ko'p yursangiz, sizga kam rasxodli gibrid modelimizni Geely EX5 EMI gibridini tavsiya qilgan bo'lardim. Sababini hozir tushuntirib o'taman. Avtomobilimiz 1.5 atmosferli motor bo'lib, yoqilg'i sarfi shahar ichiga 6 litr, uzoq yo'llarga esa atiga 2,5-3 litrni tashkil qiladi. Avtomobilimiz LED faralari bilan jihozlangan va xavfsizlik tomonidan oldi Partronic hamda 360 kameralari, slipovoy datchiklari ham bor. Avtomobilimiz oldi tortadi va Goodyear 19 razmerli Goodyear ballonlari bilan ham jihozlangan. Xo'p, gibrid avtomobilimiz oddiy gibrid emas, bular parallel gibrid bo'ladi. Xo'sh, parallel gibrid qanday? Bularda ikkita motor bo'ladi, elektromotor va benzinli motor bo'ladi. Bular eng muhim tomoni alohida ham va bir vaqtning o'zida ham birgalikda ishlay oladi. Avtomobilimiz ham orqa ko'rinishi juda ham chiroyli va bu yoqda orqa tomonda LED faralari uzluksiz holatda yonadi. Orqa dizayniga bitta baho beringlar, qaysi avtomobilga o'xshatyapsizlar? Xo'p, bagaj qismi esa elektronik holatda ko'rib turganingizdek ochiladi. Bu yoqda keng bagaj ob'yom, bu bagaj ob'yomi esa 530 litrni tashkil qiladi. Bu yoqda avtomobilimizning qo'shimcha zayratka yoki переходник barcha instrumentlari bor albatta. Endi salon qismiga ham bir nazar soling. Birinchi navbatda ko'zingiz katta sensorli monitorga tushadi albatta. Avtomobilimizda boya aytganimdek 360 kameralari bor. Bemalol 3D formatda yoki o'zingiz orqa oldi holatda boshqarib ketsangiz bo'ladi. Rol tomonda multi rol, sportivniy holatda, elektronik, gidravlik holatda boshqarsangiz bo'ladi va avtomobilimiz rol qismida ham isitish tizimi bor albatta va qo'shimchasiga oldi labovoy holatida ham abagrev sistemasi bor. Va salon sidenalarini gapiradigan bo'lsak, o'rindiqlarimiz juda ham yumshoq holatda qilingan, uzoq yo'lga juda ham mos. Qulayligi abagrev isitish tizimi va sovutish tizimlarigacha ham bor albatta. Qo'shimchasiga orqa sidenalarda ham abagrev sistemalari bor. Va yana bitta muhim jihat, siz uzoq yo'lga ketayotgan bo'lsangiz, yo'lda telefonga chalg'ib qolish yoki kimdir telefon qilib qo'ysa, albatta siz podgalovnik orqali bemalol sizga qo'ng'iroq qilgan odamning suhbatini eshitib ketsangiz bo'ladi. Orqadagi shovqin yoki sizning suhbatingizni orqadagilar eshitmaydi. Kimgadir uzoq yo'lga musiqa qiziq bo'lsa, Flight Sound, ya'ni 16 ta kolonkasi bor, orqada bitta subwooferi ham bor. Ko'rib turganingizdek, salon premium darajada podsvetkalari bilan chiroyli dizayn holatiga keltirilgan. Uzoq yo'lga ko'p yuradigan bo'lsangiz, sizga albatta avtomobilimizda ADAS sistemalari bor va buni ichiga polasa удержания, samotarmajeniya va avtopilotlari ham bor va kamiga sizga juda qulay bo'lgan head-up displaylari ham bemalol labovoy oynada ko'rinib turadi. Yana sizga qanaqa qulaylik kerak? Bu esa Geely EX5 faqat tokda yuradigan avtomobilimiz, shovqinsiz, benzin rasxodini o'ylamaysiz va umumiy holatda bitta to'liq zaryadda 530 km masofani bosib o'tadi. Ushbu avtomobilimiz LED faralari bilan jihozlangan va old ko'rinishi yopiq holatda bo'ladi. Xavfsizlik tomonidan Partroniklari va 360 kameralari bilan jihozlangan. Xo'p, do'stlar, elektromobilimizda ham salon qismi xuddi gibrid avtomobilimizdek bir xil holatda, rangida farq qiladi va dop opsiyasida farq qiladi. Albatta, avtomobilimizga onangizlarni, dadangizlarni o'tkazib olib, uzoq yo'llarga oyoqlarini uzatib, cho'zib va kamiga massajlarni yoqib qo'ysangiz, mazza qilib ketmaydilarmi? Kamiga faqat passajir tomonidan emas, albatta men o'tirgan haydovchi tomonidan ham massaj sistemalari bor albatta. Orqa tomonni-ku gapirmasak ham bo'ladi. Yumshoqligi va abagrev sistemalari borligi, qulayligi, kengligi, prosta komfort. Uzoq yo'llarga oilangizni o'tirg'izib olib, dalni yo'llarga ketsangiz ham bo'laveradi. Do'stlar, elektrni ham gapirdik, gibridni ham gapirdik. Endi navbat haqiqiy klassika. Bu avtomobilimiz o'zida ishonch uyg'otadigan katta premium crossover Geely Manjaro hisoblanadi. Bu mashinani bir qarashda o'ziga jalb qiladigan tomoni old radiator panjarasi hamda LED faralari va aerodinamik holatdagi javralari hisoblanadi. Bitta oldi dizayniga baho berib qo'yinglar.
Manjaro har qanday yo'lda o'zini xavfsiz va qulay his qiladi. Nimaga men bunday ishonib gapiryapman? Chunki bu avtomobilimiz to'liq privodda harakatlanadi. Oldi ham, orqa ham teng birgalikda tortadi. Qulayligi 540 gradus kamera, slipovoy datchik, oldi-orqa parktronik va sensorli beskulchovoy dostuplari ham bor. Mashinamizning orqa ko'rinishi ham xuddi oldidagidek jiddiylik ko'rinish holatda, ya'ni LED faralar bilan jihozlangan. Mashinamizning bagaj ob'yemi esa 530 litr hisoblanib, qo'shimchasiga avtomobilimizda zapaska va qo'shimcha instrumentlari ham joylashgan. Geely Manjaroni salon ko'rinishi juda ham chiroyli, shaxsan o'zimga yoqadi. Premium darajada qora alkantara holatida qilingan, plastik joylari yo'q. Bu yoqda haqiqiy yog'ochdan qilingan joylarni ko'rishingiz mumkin va dizayn uchun podsvetkalari ham bor. Sensorli ikkita ulangan monitorlari, multi rol, ADAS sistemalaridan nima deyish mumkin? Eng asosiysi полоса удержания, samotormojeniya, avtopilot, ya'ni o'zini tezligini, rolni, polosani ushlab ketadigan sistemasi va abagrev oldi labovoyda ham, yon bokovoyda ham abagrevrlari bor. O'rindiqlari esa uzoq yo'lga mo'ljallangan, abagrev obduv va massajlari ham bor albatta. Albatta bu to'liq holatda harakatlanishini hisobiga avtomobilimizda 218 ta ot kuchi va korobkasi 8 tali avtomat korobka hisoblanadi. Albatta bu mashinamiz 5 o'rindiqli. 5 o'rindiqli bo'lganiga qaramasdan orqa sidenalari juda ham keng va yumshoq. 3 kishi yoki 4 kishi bemalol ketsa bo'ladi va qo'shimchasiga orqa o'rindiqlari ham bu yoqdan boshqarsangiz bo'ladi. Orqaga, oldinga boshqarib ketsangiz bo'ladi va abagreflari orqada ham 3 tomonlama klimat kontrollari bor albatta. Har bir modelni o'ziga yarasha qulayligi, kuchi va zamonaviyligi bor. Albatta, tanlov har kimning o'z qo'lida. Aytishadi-ku, 1000 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan yaxshi deb. Shuning uchun keling, test drive qiling, o'zingiz baho bering. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang.